Velosipedlarda eng arzon joylari bog'ga yetib kelganmiz, ko'rishingiz mumkin. Turli-tuman xohlasangiz mana shunday importni nima deydi, zo'rlardan sportivniy va mana bunday bolajonlar uchun ash dahshatlardan bor ekan, ko'rishingiz mumkin. Nech pulgacha bo'lyapti velosipedlar? 1.300 dan tepasi boshlanaveradi. 1.450, 1.382 ming so'mligi bor. 2.150 minglari bor. Bu nech pul ekan? Bularimiz 4.400 ga ketdi. 4.400. Mana 3 g'ildirak 982 ming so'mdan 1.100, 1.200 dan oshib ketaveradi ag'i. Eng tepasi 1.200. Xo'p, bular? Bular o'zi Mana bor ekan. Xo'p, shuncha ekan. Necha tezlikka chiqadi bu? mana 70-75 ga chiqaradi. 70-75 ga chiqaradi, zo'r, ajoyib. 80 kilometr bemalol yuradi. Farg'onaga borishga yetadi. Qo'qonga 5-6 marta borib kelaverasiz. Ajoyib. 5.450 ming so'mmi? Aha. Qadr 6 ta akkumulyatorli. Dastlabki xizmatlari bormi sizlarda? Bor. Dastlabki xizmatlari bor ekan, xudo xolisa pul o'tkazish yo'llari ham bor. Bor. Kim farzandini, ya'ni o'zini xursand qilgisi kelsa, ko'rishingiz mumkin. Hamma assortiment bor ekan. Xo'p, manzilni yoritib o'tamiz, ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bu tomonimiz Yozyovon, qaytida Yangiqo'rg'on Kulik, Yangiqo'rg'ondan односторонний yo'l bu yo'l. Tomon mana Toshkentga ketish yo'li. Ro'paramizda Akfa, ya'ni Xalq banki ekan. Mo'ljal shu yer. Mana bundaylar ham bor. Hammasi elektronniy bular? Bor. Elektronniy. Bu 15.600 ming. Sidin aqabaqa boradi, oldinga chiqib keladi, orqaga yotadi. Zatniy kameralari ham bor. Zatniy kamera hammasi bor, tablolar. Ashir look. Ajoyib.